Men tug'ildim. Men tug'ilganimdan keyin esa bo'lgan voqealarni sizga aytib beradigan bo'lsam, bu birozgina keskin burilish hosil qiladi. Oyim do'stining voqeasidan keyin birozgina qo'rqib qolgan edi. Albatta qo'rqadi-da, katana bilan axir do'stini chavaqlab tashlagan edi. Men katta bo'lib ulg'ayib o'sha katanani ham topib oldim. Bu katanani ko'tara olmasdan qiltir-qiltir qilardim. Chunki yosh edim. Dadam esa bu katanani olganimni ko'rib, birozgina jahli chiqdi va qilichni olib tepaga olib qo'yib, "O'g'lim, bu katanani hech qachon ushlamaslikka qasam ich, va'da ber." "Xo'p", dedim va bizning baxtli kunlarimiz davom etardi. Ammo kun ora oyim bilan dadam birozgina janjallashib, tortishib turishardi. Dadam o'sha do'stining qilgan ishidan keyin oyimdan shubhalanib qolgan edi. Go'yoki dadamning nazarida oyim birozgina fohishaga qaraganday qarar edilar. Oyimning aytganlaridan so'ng men ham birozgina vahimaga tushdim, chunki dadam oyimni o'ldirish uchun katanani olgani ketgan edi. Dadam katanani olar ekan, go'yoki oyimni o'ldirmoqchi edi. Katanada do'stining qon izlari ham bor edi. Dadam xuddi samuraylardek o'ldirishga shaylandi. Opam esa dadamni yelkasiga osilib, "Iltimos o'ldirmang", deya qattiq vahimaga tushdi. Men kechasi yotar ekanman, dadamning qo'rqinchli nigohlari va samuraysimon turishi ko'z oldimdan ketmasdi. Albatta bu juda qo'rqinchli holat. Dadam bilan men xayrlashdik. Dadam ishga ketdi. Men esa nimadandir vahima qilib o'sha katananing oldiga bordim. Katanani ochib qaraganimda qon izlari bor edi. Bu qon izlarini ko'rib men juda ham vahimaga tushdim. Go'yoki men tunda yotar ekanman, dadam oyimni o'ldirdimikin? Oyim negadir ko'rinmayapti, qayoqqa ketdiykin deya juda ham vahimaga tushdim. Katanani yopib yana joyiga qo'ydim. Dadam bilsa axir meni ham so'kib urishar edi. Bo'lgan voqealar menga juda ham ta'sir qilardi. Xayolimdan go'yoki dadamning vajohatli qarashlari hech ham chiqmasdi. Ammo ko'rib turganingizdek, oxir-oqibat doimo yaxshilik g'alaba qozonadi. Katanadagi qon izlari esa albatta bu do'stining qon izlari edi. Bizning ukamiz ham bo'ldi. Dadam esa pitsa tashuvchilik ishlari bilan shug'ullanardi. Bizning oilamiz doimo mana shunday ketishini xohlardim. Dadamning do'sti voqeasi esa o'tmishda qolib ketdi. Dadam bu voqeani eslar ekan, yoshi o'tgan sarin birozgina o'zidan ham o'zi qo'rqib turar edi.